Mevalarni kesishni ajoyib uslublari o'rganib oling va hammani lol qoldiring. 1. Tarvuzni teng 2 ga bo'lib oling va uni gorizontal shaklda kesing. Uni aylantirib olib, narigi tomonidan ham xuddi shunday qilib kesing. Va endi siz tarvuz yeganingizda uni suvi har tomonga oqib ketmaydi. 2. Qovun kesayotganingizda videoda ko'rib turgan uslubingizdan foydalaning. Bu uslub orqali siz qovunni yeyishingiz oson bo'ladi va mehmonlaringizni hayratda qoldirasiz. 3. Kivini ikki tomonini olib tashlang va o'rtasidan pichoq bilan yengil kesing. Po'stlog'ini tagiga qoshiqni tiqib, uni aylantiring. Bu orqali siz uni po'stlog'idan oson ajratasiz. 4. Anorni tepasini pichoq bilan to'rtburchak qilib kesib oling va uni olib tashlang. Keyin pichoq bilan chekkalarini kesib chiqing. Uni tagidan ushlab, biror bir narsa bilan yengil uring. Anor donalari marjondek pastga to'kiladi va siz uni mazza qilib yeyishingiz mumkin. Bu video sizga yoz mavsumida juda ham asqotadi. Uni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlab qo'ying yoki kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.